Savzo choytiga qarab o'rgin. Yana kim telefon qilib kech qolganimda? Allo. Bugun reklamaga joy yo'q, aka, ertaga ola olaman. Madisani kvartira egasi so'rayotdi. Oylik to'lov to'lamabsan-ku? Uf, nech pul? $2000. Assalomu alaykum. Sal tezroq hayda olasizmi? Shoshilib turdim-da. Shoshilmay, aka, qo'yaman o'sha postingizni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Familiyang neti bor? Fazilova. Ha, hozir tur. Sen ketgancha o'qishdan haydalgansan. Kontrakt to'lamaganing uchun. Ayo. Ertadan o'qishda ko'rmay. Yo'q, kontrakt gapirma. Bo'ldi, bor. Xullas o'rtoqlar, bitta joyga keldim. Menga bu yon narsalar juda yoqdi, sifatli ekan. Aka, sifatlimi narsalar? Aka, sifati dabdila, faqat marketingga pul tikkanmi? Kelinglar o'rtoqlar. Sen bu yoqqa qara. Assalomu alaykum. Kecha ishda ko'rinmading? Amaliyotim bor. Yo'q. Unda bugun ham amaliyotingni qilganda 1 oylik puling ham yo'q. Ertalabdan ishga kelgan. Boshqa unaqa qilmayman, bo'ldi. Ketaverdim senga, ne tushunmaysan? Shu payt men o'ylab qoldim. Oilada bitta farzand bo'lsang, qiz bola bo'lib turib, shaharda shuncha muammoing bo'lsa va senda yashashdan boshqa chora qolmasa, qiyin ekan. Ismingizni bilsam bo'ladimi? Reklama syomkasidamiz. Ssenariylar yozilgan, xullas, ish jarayoni avjida o'rtoqlar. Yo'q, mamnun. Shilqim. Yaxshi qiz, yordam kerak emasmi? Yordamingni pishirib yegin. Bunaqa jahl qilib yormay, balki ko'rishib qolarmiz. Bunaqa katta shaharda sen bilan qaytib uchrashaman degan umidda emasman. Zo'r.